Sizni sohangizda bironta qiziq voqealar bo'lganmi, aytib berish mumkin bo'lgan? Mani sohamdami? Albatta ko'p bo'lgan. Unaqa voqealar ko'p bo'lgan, ayniqsa er-xotinlarning o'rtasidagi voqeani aytib bersam bo'ladimi? Bo'ladi, bir donasi. Bir donasini eng qizig'i, eng esida qolganini aytib beraman. Hammaga ma'lum, men shifokorman, Dilnoza Aliyevaman. Hujayra yaratganman. Ginekologiyada. Birinchi qilgan ishim ginekologiyada. Hamma tor aytiraman deb keladi-da. Har doim aytaman, erkak kishiga tor emas, tozasi kerak, baraka topkurlar deyman. Endi eshitinglar, voqea. Tez aytib berishim kerak-ku. Keldi, vaginalniy muolajani oldi, ginekologiyada vaginalniy muolajani olib turib, ketdi. Qilganidan keyin keldida, o'zi kelmadi, eri bilan keldi. Eri kirib keldida, birinchi ayoli kirib keldi. Ayoli kirib kelib aytadiki, "Meni erim umuman qoniqmadi, tor bo'lmabdi" dedi. "Ha, yo'q" dedim. "Eringni olib kir, chipta ko'ray" dedim. Bir mahal eri kirib kelyapti. Endi tasavvur qilasizlarmi? 96 kilolik narsa tor bo'lmadi deyapti-da. Tor bo'lmadi deyapti. O'zi yog'i o'zidan tor bo'lib ketgan. Tor bo'lmadi deyapti. Mayli dedim. Eri kirib kelyapti. Er 50 kilo. Er 50 kilo. Kirib kelyapti-da. Men shifokorman. Menda urologiyam yo'lga qo'yilgani uchun eriga ayolingni oldida dedim, hozir dedim, yechinasan, men ko'raman dedim. Yechingandan keyin qizlamas nuqsonlanadigan erkaklarni o'zini jinsiy a'zosini razmerini ham har doim учитывать qilish shart-da. 96 kilo bilan sal ruchkadan semizroq a'zo aytdimki, "Maya qarang" dedim. "Yo'qolib qolmadingiz-ku" dedim. "Yo'qolib qolmaganingizga xursand bo'ling" dedim. "Конечно, qoniqilmaydi" dedim. "Siz ham bundan qoniqmaysiz, bu ham qoniqmaydi" dedim. "Birinchi vaznni tushirish kerak" dedim. Shu bilan mana shu eng qiziq voqea shu bo'ldi. Keyin "Ha, opa, to'g'ri aytyapsiz"da. Tем более pironiy bo'lib yotdi, qiyshiq. Hozir endi erkak kishini bu yerda olib kelib olib hech kim ko'rmaydi. Просто erkak kishini ko'radiganlar erkak vrachlarimiz bor. Qisqasi mana shu holat bo'lgan, eng qiziq shu bo'lgan. Keyin u qizimizni ozdirganmiz, hozir 73 kiloga tushgan. Hammadan qoniqib yashayapti. Ularda уже 4 ta bola bilan keluvdi, 5 ta bola bo'ldi. Xudoga shukr, shu eng qiziq voqeamiz shunda bo'lgan.